birinchi ishlagan kunimizga 1.200.000 biz savdo qilganmiz. O'sha katta bo'lganda 1.200.000. 2017-yil, uzr. 2017-yil zo'r bo'lgan, keyin sekin-sekin ko'tarilgan savdomiz. 2 million ko'tarilgan, 2.200.000, 2.300.000. Keyin tushunganmiz, значит pulli kelyapti, zo'r bo'ladi. Boshlanish bo'lgan yangi oila, ro'zg'orimiz ham ketavergan. Biz juda ham qancha foyda qilyapmiz, ularni ikir-chikirgacha o'sha payt sanamaganmiz. Ozgina dehqoncha o'zbekcha anaqa qilib o'rganmiz. Boshlanishga har doim shunday bo'ladi. Birinchi filialingizga qancha sarmoya kiritgansiz? Birinchi filial shu Vasfotga $15,000 atrofida ketgan. Zo'r. Qancha vaqtda o'zini oqlagan? 6 oylarda o'zini oqlagan. 6 oylarda. O'sha payt endi boshlanish bo'lgan.